Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 5-iyun sanasida do'stlar Ispaniyadan kelgan yangi sortlarimiz do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Akamiz olib keltirgan ekan. Mana hozir kelib syomkaga kelyapti. Endi do'stlar bu eng qizig'i qoqi ham bo'ladi. Eng qizig'i Rossiyaga ham eksporti zo'r bo'ladi. 3-yoshda o'rida olganini ko'ringlar. Mana yaqin olib kelamiz. Mana Dehqon akamiz iltimos qilib ulen degan uchun keldi. Mana do'stlar o'rikka baho beradi. Dehqon aka chetdan kelib chirinkasini olib ketganmiz-a? Inshaalloh. Mashq tog'amiz bergan, insonga berganim yo'q. Sizga dedingiz yoqib qoldi uka degani uchun biz shoqidan berib iltimos qilib oldik. Do'stlar, endi sizlarga yeb ham ko'rsatib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Rozi bo'lasiz Dehqon aka? Inshaalloh. Do'stlar, o'rikka baho beringlar. O'rikdan boq qilaman deydiganlar eng yangi Ispaniyadan kelgan. Akamiz normalniy pulga olib keldi. 3 dollardan olgan ekan. Ko'chatni olib ekuvdim, lekin 24 ming oldini, eng pastini 12 ming sotdim deyapti. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar. Qarang, taniga ajrayapti. Bismillah. Bunaqa o'rik bo'lmaydi do'stlar. O'rik bo'yicha o'ta chempion ekan. Akamizdan baraka topdim. Bemalol tavsiya qilavering ekishni degan uchun yaqin olib kelib ko'rsating. Do'stlar, o'rikka baho beringlar. Buni ko'ring. 3-yoshda o'rik olganini ko'ringlar. Tog'a, bizga ham shoq bergansiz. Xudo xolasa biz ham xalqimizga shu ko'chatlarni beramiz. Inshaalloh. O'rikdan boq qilaman deydiganlarga bitta jo'natib bersa, sog' bo'linglar. Bitta lakan bosib qo'yamiz. Dehqonga rahmat deb bitta lakan bosib qo'yamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.